Hürmetli kitap anlıqçılar, huzuruңlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 8. Көз yetkisiz çöl bayavanını zulmet basqan edi. Sossa қолының uçunumu kögül bulmaydigan qarаңğılıqda yol basqan yegane tenəb yüretdi. O sərkərdə ləşkərlərinin, xizmətkar məhrəmlərinin nə ketkenligini faqatla əsləyənməydi. Özünün bu bayavanğa qandaq kirib qalğanlığını mı bilməydi. Ətrafıdan yırtqış hayvanlarının dəhşətli ulaşları anlanıb turadı. Yol basqan bu bayavandan çıxıb ketişke, qarаңğılıqdan qutuluşqa tirişib toxtamay yügürəydi. Qursuqi tolumu içib ketken edi. Ussuzluqdan tаңlайları çak bulup ketken edi. Yol basqan bu zulmetlik bayavanını bir de gör, bir de dozaq deb qiyas qıladı da, bu vahimeden qutuluş üçün küçünün bariçə yügürəydi. Ama oyaqları tolumu cansız, mağdursuz idi. Şunca tırmaşsımı qədimini naat təsdiq ötkəydi. O sərkərdə ləşkərlərini, xizmətkar məhrəmlərini yıqılı bir joyda. Ularni qarаңğıda көрənməyvatımən deb o'ylab to'lab baxdı. Ammo ovozi bəkmi cansız chiqdi. Uni uni bitib qolgandek qiladi. Tuyuqsiz uning putiga belakdak tomliqda, org'amchidek uzun bir narsa yugashgandek bo'ldi. U asta siypashtirib beqidi, qo'liga so'g'uq qasraqliq bir narsa urindi. Yılan deb o'yladi yo'l bosgan qo'rqinishdan dir titrab. U hasharat jonliqlar orasida yılandan qo'rqatdi. Onundan qutulish uchun putini silkibidi, yılan texmi bak yugashdi. Yılan uning putiga yugashganicha yuqori o'rlab atadi. Mana endi beliga yugishishga boshladi. Qo'liq tubida qushuldigan mudhish ovoz aniq anglandi. Dada! deb jinning baricha to'lidi yo'l bosgan madad tilab. Shu hamon 5 qadam yiroqlikda chambar shakllik bir nur to'shkisi paydo bo'ldi-da, shu kichkina yo'roqlikdan dadisi Sultan Abdullah xonning boshsiz gavdasi ko'rindi. Buni ko'rib yo'l bosgan texmi bak qo'rqib ketdi. G'oyibdan dadisining ovozi anglandi. "Nem bo'ldingiz, ey aziz o'g'lim? Men bu zulmatlik bayavandan qutlanmayvatman, ota. Sərkərdə ləşkərlərimmi meni tashlıyatdi. Oyoqlarimga yılan yögüşüb aldı. Faqatla midirləyənmayvatman. Meni bu yerdan qutquzuvasıla." G'oyibdan dadisining yana ovozi anglandi. "Ey aziz o'g'lim, sizni qutquzuvag'im bor. Ammo beshimni siz avatgan heliqi ikki jallod kesib akatgan. Shunga menmu hech narsani ko'rolmayapman. Siz qishimga kelib, qo'limni tuting. Men sizni bu yerdan yetilab ochiqib qo'yay." Yo'l bosgan dadisining boshsiz gavdasiga yaqinlashmoqchi bo'lib qadam elvidi, putini midiriltolmadi. Chunki heliqi yılan uning ikki putini mahkam yo'gib olgan edi. Yılanning qushildigan mudhish ovozi quloq tubida bag'ansiri aniq anglatadi. "Ota, yılan putumni mahkam yo'gib oldi. Ma'ammayvatman. Siz qishimga kelgan bo'lsangiz," dedi yo'l bosgan zorlanib. "Ey o'g'lim, beshim bo'lmasa, sizni qandoq ko'ralayman? Undaq bo'lsa, siz avval mening beshimni qaytirib bering," dedi g'oyibdan kelgan ovoz. Yo'l bosgan yana gap qilishga tamshilvidi, yılan uning bo'yniga yugishib, gelini mahkam qisib oldi. Mana endi yo'l bosgan nafasmi ololmadi.
Yılanni boyundan ajratish uchun kuchsiz qo'llari bilan tirmashdi. Ajallik qiyqiraytdi. Yo'lbosxon xirqirgan peti uyg'onib ketdi. Bayam ko'yganlarining kuch ekanligini bilib, yengil tinib oldi. Shu topda uning qip yalang'och badanini qor ter bosgan edi. Shohona chidir ichini 4 tal sham kunduzdek yo'rtib etgan edi. U bu tushini ilgirimi 2 qatim ko'rgan edi. Bu qo'rqinchli tushdan har qatim uyg'onganda dadisini o'ltirib etishga, odam avatganligiga nihoyat pushaymon qiladi. G'oyibona holda dadisidan kechirim so'raydi. U bugun kecha Oqsuv lashkarlari qarorgohini bosqin qilmoqchi bo'lganligini esiga ilib, yotgan yeridan chashrab qopib ketdi-da, mahrimini to'ldi. "Qaysing bahoy?" Shu hamon hujraga mahram yigit kirib keldi-da, Yo'lbosxonning qip yalang'och badaniga shundoqli qarab beshini tuban soldi. "G'usul qilaman", dedi Yo'lbosxon qopqini turib. Mahram yigit sirtqa chiqib ketib, ayol o'tmay yo'g'on dasni akirdi. Ondan bir suv bilan bir cho'gin tayyorladi. Bir cho'gin tayyorladi. Yo'lbosxon o'rnidan turib dasga tushdi. Yigit soğuğudun çögünge mis nogay bilen su bölüp, Yo'lbosxonni istinja qildirish uchun oldi orqasiga suv qo'ydi. Ondan Yo'lbosxonning qo'liga suv berdi. Yo'lbosxon qo'lini yuyib, eg'iz burnini chayqab bo'lgandan keyin, mahram yigit bir qo'lida Yo'lbosxonning beshiga cho'gindagi suvni qo'yg'ash, bir qo'lida badanlarini yumshoq silab yudi. Yo'lbosxon bo'lsa, g'usulning oyatlarini erinchaklik bilan o'qishga boshladi. "Keyindir", dedi Yo'lbosxon ipak ro'mol bilan badanini yengil surtayotgan mahram yigitga. Mahram yigit Yo'lbosxonning avval ishtinni, ondan ipak ko'ngligi bilan shohona to'nini kiydirdi. Putiga paypoq kiydirib, yumshoq sipta tikilgan o'tkini sapqizdi. "Dobulga savutimni akal", dedi Yo'lbosxon sallisini qo'liga ilib bo'lgan mahram yigitga. Yigit sallini qo'yib, dobulga savutini akeldi. "Mang, yotish begiga xabar qil. Har qaysi qarorgohdagi sarkardilar bargoh oldiga kelsin. Ha, yana topilab qo'y. İşan pirimga xabar yetkizman deb oromini buzib qo'ymasin." Tun kecha bo'lgan mahal. Otlarning tuyuqiga kigiz, lat yogab, avaylab dassashkinicha, shab chiqamay kelayotgan Yo'lbosxonning bir tumandan ortiq lashkari Ismoilxon lashkarlarining qarorgohiga yiqilib qolgan edi. Qarorgoh atrofiga onda-sonda mash'allar yiqilgan bo'lib, chedir bargohlar ichidan pil chiroq yo'riqi ko'rinadi. Shundaqla qarmoqqa tep-tinch qarorgoh ichida lashkarlar xotirjam uxlayotgandek qiladi. Qarorgohga shab chiqamay bostirib kirib, uxlayotgan lashkarlarni rahim qilmay qirib tashlanglar, dedi Yo'lbosxon sarkarlarga buyruq berib. O'zi bo'lsa, egizrak bir do'ngning ustiga chiqib, xos nökərlərinin həmrahlıqida kuzatib turdi. Qarorgoh ichiga bostirib kirgan sarkarda lashkarlar chidir bargohlarga bir qadamdan yiqinlashmoqda edi. G'urg'ur chiqqan kecha shamoli ularning uyqusini ichib ruhlantirib etgan edi. Ular chidir bargohlarning ichiga kirib, birmi lashkarning yo'qligini ko'rib, qattiq cho'chishdi. "Oldinibdimiz. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish hiylasini ishiltibdi bu murtatlar", deb tovlibdi sarkarlar vahimaga tushgan holda. "Chiqinglar, tezdan chiqinglar." Onungacha noma'lum qorong'ulikdan xuddi oqar yulduzdek uchib kelgan o't atar o'qlari chedir atrofiga, qarorgoh ichiga, shumba dövlariga sanjildida, lappid yongan rahimsiz o't yalqini osmonga ko'tarildi. Taraf-tarafdan yangragan chuqan suran sadolari kecha osmonni titirtib etdi. Qattiq sarosima, vahimaga tushgan Yo'lbosxonning lashkarlari patparaq bo'lishib, ko'zlariga chashqan to'chki saroy ko'ringanicha
qoyoqqa ketishni bilolmay bir-biriga ushshatdi, putlashadi. Kiyim-kechaklarga tutashgan o'tni o'chirish uchun echinishliq dod faryod ko'tarishganicha yerda dumilishadi. Daqiqa ichida sonsizlagan o't dövisi yerda dumilashga boshladi. Bu o't dövileridan echinishliq nola faryod angladi. Böktürmede turgan Aqsu lashkarlari to'xtamay o't atar ya o'qi atadi. Rahimsiz o't yalqini butkul qarorgohga yamrab, yo'l bosgan lashkarlarining qichish yo'lini etib olgan edi. Lashkarlar aloqzodlik bilan uyan bu yonga yuguraydi. Ularning tangdan to'lisiga o't tutashgan edi. Qarorgohdan qichib chiqishga ulgurgan lashkarlarga Aqsu lashkarlari ajal qilichi, ajal nayzlarini sovuq qilishadi. Egisiz qalgan atlar o't yalqından ürküp, qolaymaqan chepib, piyoda lashkarlarni dassab yanchiydi. Egiz to'pilakda turib, ahvolning chataqligini ko'rgan yo'l bosgan, qo'riqchi nökkerlarini boshlab, udul o'z qarorgohiga qarab tikibdi. Tang suzilishga yaqin Aqsu lashkarlarining qarorgohidagi o't asta-asta o'chishga boshladi. Havoni quyuq istutak qaplagan bo'lib, osmonni ko'gilib bo'lmaydi. Qarorgoh ichi gohlarining bosh tarafi, gohilarining oyoq tarafi kuyib qo'qqasqa, kavobga aylangan yo'l bosgan qo'shinning lashkarlari bilan to'lib ketgan edi. Butkul sayni ko'ygan go'shning, kavobning hidi bir og'an edi. Yo'l bosganning 5000 dan ortiq lashkari mana mushundaq holda echinishliq ko'yib tugagan edi. Ko'yib o'lgan edi. Aqsu lashkarlari qarorgohni to'liq bir kun tozaladi. Yandırıqı kuni saharda oyg'oqchilar yo'lbosxonning barliq qoldi qatti lashkarlarini agashtirib, Ostoniga qarab qochganlik xabarini yetkazdi. Bu xabarni anglab, Ismoilxon bargohi oldida lashkari kengash chaqirdi. "Ag'yorlarimiz qechibdi", dedi Ismoilxon so'z qilib. "Biz ularga orduq elib olishga fursat bermay, qo'g'lab, surib to'qay qig'inimizcha udul Ostoniga yurish qilamiz. Janobiy sarkardalar darhol hozirlik ko'rishgay." Sarkarda Shir Ali Bahodir Yazak qo'shinining amirligini ustiga oladi, dedi Amrul Umra Mirza Babaxbek lashkari yurishning tartibini o'rinlashtirib. Sarkarda Ahmadbek, sarkarda Mirza Abbos, sarkarda Naman Shohlar Yazak qo'shini bilan birga mangadi. Ilg'or, Barang'or, Javang'or qo'shinimi Yazak qo'shinining keyindilla yo'lga chiqdi. Shu kuni Ismoilxon Aqsuni saqlashga o'g'li Babachoq sultonni 2000 ga yaqin lashkar bilan qoldirib, butun qo'shin bilan Ostoniga qarab atlandi. 9. Shir Ali Bahodirning Yazak qo'shini xilla tez mang'an bo'lsa-mu, qo'shqin lashkarlarga faqatli yetishmadi. Yo'l bo'yi uningga yo'l bosganning tashlab etilgan yordar lashkarlari 2-3 dan, go'yi 8-10 dan uchrab turdi. Ig'ir yorilib, o'zining holidan xabar olamog'dak ahvolga tushib qolgan bu lashkarlarga yo'l bosgan yoki biror pocha non yoki ishkudak biror yutum suvmi qoldirmay cho'l yo'liga rahimsizlarcha tashlab etgan edi. Ularning ba'zilari o'lgan, ba'zilari nimjon holatda yotadi. Shir Ali Bahodir ularga biror 2 kun yetgudak suv, yemaklik berib, badindagi jarohatlarini tangdirib qo'yib, yana yo'lini davomlashtirdi. Ertasi chinquchush mahalda ko'z yetkusiz cho'l yo'lida ketib borgan Shir Ali Bahodirning Yazak qo'shiniga yana tashlab etilgan 100 ga yaqin lashkar uchradi. Bularning ko'pinchisi Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning hamdamchi so'pi lashkarlari edi. Quyosh cho'lni to'nirdak qizdirib etgan bo'lib, ussab holdan ketgan bu lashkarlar yuzlariga qo'nib olgan qo'shang chivinlarni qo'rishga majol yetmay, o'lik tirikning orliqida yetishadi. Ularning orasidagi bir oz mag'durba, bir necha lashkar Shir Ali Bahodirni ko'rib nola qilishdi. "Rahim qilsizlar sarkarda, bizga bir yutum suv bersizlar. Ularga suv beringlar", dedi Shir Ali Bahodir qichidagi kerak yarog' bekiga.
qarab. Kerak-yaroq begi darhol qo'l ostidagi bir qancha lashkarni yordar lashkarlarga suv berishga buyurdi. Lashkarlar shu hamon harakatga kelib, yo'g'on ko'tak horvolardagi yog'och to'ndan suv bo'lib yordarlarga ichirdi. Bu yordarlardan 10 nechisi allaqachon jon uzgan edi. Yo'lbosxon bu yerdan qachonroq o'tdi deb so'radi. Shirali Bahodir ussizligini qondirib bir oz mag'durga kelgan yordar lashkardan. Degan zo vaqti bilan bizni mushundoq tashlab qo'yib, havo isib qolguncha yo'l ovutib olaman deb ketib qolgan, dedi yordar lashkarlardan biri. Biz sizlarni billa ilib mangmaymiz, dedi Shirali Bahodir. Sizlarga ozroq osh, suv va oziq-tulik beray. Halinglardan xabar og'li 10 lashkar qoldirman. Orqamizdan Ismoilxon lashkarlari kelyotidi. Sizlarni shular o'rlashtirg'ay. Shirali Bahodir yordarlarning holidan xabar edishga qoldirgan 10 lashkarga o'lib ketgan lashkarlarning nomini tushirib ko'mib qo'yib, ahvolni Ismoilxon yetib kelganda ma'lum qilishni topilab, qo'shinni boshlab yurib ketdi. Asr vaqti bilan bu yerga Ismoilxon boshchiligidagi asosiy qo'shin yetib keldi. Ismoilxon ma'lumotni anglab, bu 100 ga yaqin yordar lashkarni qandoq o'rlashtirish haqida o'ylanib qoldi. Yordar lashkarlar Ismoilxonning o'zini mushundoq cho'lga tashlab qo'yib ketishidan ansirab, nola qilishga boshladi. Bizga rahim shafqat qisila baglarim. Su oziq-tulik bo'lgan bilanmi bu bayavondan chiqib yurt ichiga borolmaymiz. Qaysi sulukka irodat qilisizlar, ey bandalar, deb so'radi. Nimanidir xiyoldan o'tkazgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon tulumdan to'qmoq chiqqandeklar. Bularning ko'pinchisi Xo'ja Hidoyatullo Eshonning so'pi lashkarlari edi. Yo'lbosxon Hidoyatullo Eshonning talbi bo'yicha butkul Saidiya tasarrufiga Davidi ishqiya farmoni tushirganligi uchun xon lashkarlarimi tamomiy degudek ishqiya sulkiga kirgan. Kalalarga ishqiya sulkining aqidlari o'rnab ketgan edi. Shunga ular Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning maqsadini to'liq bilmasimi, xotirjam holda javob berdi. Albatta, saodatman ishqiya sulkiga irodat qilurmiz. Qutbul Ahtob Hidoyatullo Eshon hazratlaridir. Bu ozma murtatlarga non, suv berish joiz emasdir, dedi Xo'ja Abdulla Eshon birdilla chiqanshib. Ular bilan karimiz bo'lmasin olilari, lashkarlarni yurish farmon tushirgaylar. Bu ishqiyachi harlarning topi mushu jaziridagi qo'zg'inlarga yam bo'g'ay. Bu yerdagi har degani eshak degan gapga. Xo'ja Abdulla Eshonning bu so'zlarini anglab, yordar lashkarlar Alloh to'g'ri silishga turdi. Rahim qilish qayla kattalarim, bizdan yonmasa Xudodan yonar. Yurtda ojizalarimiz, cho'chiridak narasidalarimiz qolgan. Shularg'imi bo'lsa ichilari og'risin. Ondaq bo'lsa azma ishqiya sulkidan chiqib, saodat yo'lini ko'rsatguchi soqiya sulkiga irodat qilishsan, dedi Xo'ja Abdulla Eshon ularga qamchisini ishiltib turib. Undaq qilolmaymiz, xo'jam. Biz tarat edib Qur'on tutib, Allohning muborak nomini tilga elib turib, lafz qilganmiz. Pir buzurgimiz Hidoyatullo Eshon Qutbul Ahtob hazratlari hammani ko'rib bilib turdi. Pirimizning qarg'ishiga kessak, u olamga borganda behish yuzi ko'rmaymiz. Onundan hozirli o'lgunimiz afzal. Ismoilxonning bu yordarlarni qutqizvaqisi bo'lsa-mu, Eshon pirining so'zlarini anglab jim turib oldi. Nemili bo'lmasin, Allohning mo'min bandalari tirik jonni o'lim girdovidan qutuldirish cho'ng savobdir, deb salo qildi Amirul Umara Mirza Babaqbek. Bu gunohkor bandalarga shafqat
sahavatlarini oymagayla parim. Ular hazratlarining qilgan yaxshiligini o'ylabmi bo'lsa, aqidasidan yenib keyincha saodatman isoqiya sulkiga irodat qilib qolsa ajab emas. Ayni muddao, dedi Ismoilxonmi darhol Babaqbekning tarafini ilib. Bu azg'ullarning ko'nglini zulm bilan emas, yaxshilik bilan moyil qilgaymiz. Eshon pirimning shafqatini bular hamon bir kuni tushunib qoladi. Xo'ja Abdulla Eshon Ismoilxonning gapini yerishqa betnamay Mirza Babaqbekka adovat bilan olib qo'yib neri ketdi. Mirza Babaqbek yordamlarning holini xabar ilib, Ostoniga yetkazishga 50 lashkar bilan 4 dan ot qitilgan harvini qoldirdi. "Sizlar", dedi u lashkar beshiga qarab, "bu yordar lashkarlarni harviga silib, oldin xabar og'ash Ostoniga orqamizdan yetib beringlar. Ularni dushman ko'rib, dushmanlisanglar, dushkanlisanglar, xo'rdisanglar, yo'lda tashlab qo'ysanglar, osh ussuz qoldirsanglar, kallanglar bilan javob qilasizlar." Cho'ng qo'shin yana oldiga qarab ilgirlashga boshladi. Yuzlagan oli yeshil tug' alamlar cho'l osmonida hayvatlik lapildab, quyosh nurida rangdor julalaydi va qo'shinning sur hayvasini oshiratdi. Tümenligen lashkar va ot uloqlarning oyog'i ostidan ko'tarilgan quyuq chang to'zon quyoshning yuzini to'sib olgan edi.